Agar bir oy davomida har kuni bir donadan piyoz iste'mol qilsangiz, organizmingizda qanday o'zgarishlar bo'ladi bilasizmi? O'sha hammani yig'latadigan achchiq piyoz iste'mol qilsangiz juda ham ko'p o'zgarishlar bo'lar ekan. Demak, birinchi haftasida organizmingizda kuchli tozalov ketadi. Uni tarkibida antioksidantlar, ayniqsa kversetin moddasi borligi uchun ichaklaringiz tozalanadi, o't-qop jigarlaringiz tozalanadi, limfa sistemangiz tozalanadi va shuni hisobiga ovqat hazm qilish yaxshilanadi. Ayniqsa qorningiz yumaloq, dumaloq kaptokchaga o'xshab ishib ketishini to'xtatadi. Ikkinchi haftasida immunitetingiz normallashadi. Tarkibidagi vitamin C va oltin gugurt birikmalari immun hujayralaringizni aktivlashtiradi. Shuning uchun organizmda turli xil infeksion kasalliklarga uchramaysiz va viruslarga qarshi kurashish boshlanadi. 3-haftasida yuragingiz rahmat aytib minnatdor bo'ladi. Chunki xolesterinlar eriydi, qon oqishi tezlashadi, qon bosimingiz me'yorga keladi, organizm yengil bo'ladi. 4-haftasida esa ichaklaringiz yaxshi yashay boshlaydi. Chunki tarkibidagi probiotiklar ichak mikroflorasini yaxshilantiradi. Shuni hisobiga terilaringiz yumshoq, elastik bo'ladi. Ayniqsa vazn yo'qotishga yordam beradi va sahrlarni normallashtirib beradi. Videoni piyoz yomon ko'radigan do'stlaringizga yuborib qo'ying. Kommentariyada 7 so'zini qoldirsangiz, yana qo'shimcha ko'proq ma'lumotlarni beramiz.